mübarek, toy mübarek. Mübarek toy mübarek. Toylarınız mübarek. Bugün şadiyalar gündür, yaxşı günler mübarek. Bugün şadiyalar gündür, toylarınız mübarek. Barcha xursan to'y desang, mehmonlar kutilib kelsa. Barcha xursan to'y desang, mehmonlar kutilib kelsa. Boshing yetar osmona, har kim shu yo'lga yetsa. Boshing yetar osmona, har kim shu yo'lga yetsa. To'y muborak, muborak. Toylarınız mübarek. Makamı huzurun. Toy mübarek, mübarek. Toylarınız mübarek. Bugün şadiyana gündür, yakşı günler mübarek. Bugün şadiyana gündür, sana günler mübarek. Gurbetlerine çektim, çarkı bir bunyat desteğin. Tamam yanım alım, bol düşün berbat desteğin. Mulammatamda buldum, bulmadım dilşad desteğin. Ama bağdım diye bulmadım. Abad desteğin kiman arkaya barsam davet eter men davet desteğine.
çemende bülbülü biyey hanıma ben aşağırım yok. Misali çöz diyeyi ama bağdım diye olmadım abad destine keman arkaya vursam naudetar menden destine. Dağla bolsam her joyda sen oylap gapir. Qancha dağla bolsam her joyda sen oylap gapir. O'zgalarga bir nafas navbat beringlar.
Taşga su yukmaz kabi yukmaydi odamlarga gap. Taşga su yukmaz kabi yukmaydi odamlarga gap. To'g'ri yo'lni ko'rsatib har xil misol aylab gapir. To'g'ri yo'lni ko'rsatib har xil misol aylab gapir. Kishiga kulmagan avvalo aybing tuzat, so'ngra o'zing maqtab gapir. Avvalo aybing tuzat, so'ngra o'zing maqtab gapir. Yani aqli rasan bo'lsang havolanmay gapir. Yani aqli rasan bo'lsang havolanmay gapir. Qo'shno bulbul misol har shoxiga qo'nmay gapir. Qo'shno bulbul misol har shoxiga qo'nmay gapir. Ko'p yasha ortada yürüyün, orta ostan, aslan. Yönekli öldürün.
Coş uradi sevgi tug'yoni. Kelin kuyov baxtiyordir, yo'qdir armoni. Aziz do'stlar, kechamizning bo'ling mehmoni. Yaxshi niyat, yaxshi istak, o'ylar muborak. Chin ko'ngildan degaymiz, to'ylar muborak. Bugun sizga tutsa arzir baxtdan guldasta. Kelin kuyov ko'ngli bo'ldi bugun payvasta. Qadam bosib gul yonib keldilar asta. Yaxshi niyat, yaxshi o'ylar, istaklar, o'ylar muborak. Chin ko'ngildan degaymiz, to'ylar muborak. Assalomu alaykum hurmatli Hazrati Davud mahallamizning aziz insonlari, bugungi to'y kechamizning qatnashchilari. Mana yana Hazrati Davud mahallamizning eng ajoyib xonadonlaridan biri bo'lgan Qodirjon og'amiz hamda Shahriniso biylarimiz xonadonida katta to'y shodiyona. Ularning farzandlari Umidjon hamda Nargiza xonlarning baxt va visol to'ylari. Qolaversa, Xushnudbek bilan Muhayyoxonning farzandlari bo'lmish Jamshidbekning sunnat to'ylari. Barchangizni xush kelibsiz. Qadamlaringizga qasamot degan holda bugungi to'y davramizga marhaba e'lon qilamiz va bugungi kechamizni ochib berish uchun so'zni hamda mana shu xonadon sha'niga bo'lgan tabriklarni Davud mahallamiz fuqarolar yig'ini raisi Zarifboy og'amizdan eshitib qolamiz. Marhamat. Başka ne? Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Mana men bizning Hazrat Davud mahallamizning bir ajoyib xonadonlaridan birida, mana Xo'ja bola jamida eslamasdan o'tsak joiz bo'lmaydi albatta. Shu mashibatamizda Ro'yajonimizla, Alloh akamizla shu xonadonlarida yaqinlari yakti bo'lib, ruh paytlari shod bo'lsin. Ana ukamiz Qodirjon Shahriniso xonadonida, do'stimiz Kamiljon Dilaromlar xonadonlarida bir quvonchli to'y. Men shu fursatdan foydalanib, men shunday quvonchli bilan to'y bilan xonadon sohiblarini, ularning yaqinlarini, qarindoshlarini, xudolarni, hammalarini jumladan ota-onalar otamizni samimiy tabriklab qo'yaman. Shu to'ylar o'ng'indan bo'laversin deyman, go'zalingiz oydin deyman. Qo'shilayotgan yosh ukalarimiz, qo'shiqlarimiz bizlardan ko'paysinlar. Ibilli, chibilli bo'lsinlar. Turayotgan oilalari mustahkam bo'lsin. Kelajakda elga yurtga xizmat qiladigan otalari, bolalari deb bir xalqparvar, bir haqiqiy insonlar bo'lib yetishsinlar. Ularning farzandlari ko'p bo'lsin. Kelasi yillardan oldinda Xudolar tomon qo'shilsinlar, ishlarni olib kelib olish nasib bo'lsin. Elimizda, yurtimizda hamisha tinchlik, osoyishtalik bo'lsin. Sog'lik, omonlik bo'lsin. Daryolarimizda, dehqonchiklarimizda Xudoyim barakat beraversin. Chetlarga eldoshlarimiz ham sog'-omon, vaqtlari xush bo'lsin. Hozir aytamiz, aytamiz. Daromada to'liq qaytib kelaversinlar. Oyoqinglar yuvarasiz. Senin gibi yengem yok hani. İşqilib har bir mo'min musulmonni yig'ib kelgani mana shunday yaxshi kunlarda ko'kin dasturxon qilib, el yurt bilan baham yurishi nasib bo'lib qolaversin. Aziz davradoshlar, men sizlarning ijozatlaringiz bilan bugungi to'y davrasini ochiqlab e'lon qilaman. Sizlarni to'y dasturxoniga taklif qilaman. Yaqinli ishtaga xush kayfiyat tilaymiz. To'yni mana tartibli mazmunli ravishda olib borishni mana singlimiz Faraqatga topshiramiz. Faraqat sizga mana shu san'atkorlar guruhining ijodiy parvozlar tilaymiz. Hamisha yaxshi kunlarda to'y davrasida ushlashaveradi. Bugungi ob-havoni salqinligini inobatga olib, to'yni sal rejalashtirib, hozir soat 6dan o'tdi, soat 5 aytildi to'y. 1 soatdan oshiq vaqt ketdi. Ko'p odamlar kelib yana sovqat o'tiribdi. Shularni inobatga olgan holda 2 soatda to'yni yakunlab berasiz. San'atkorlarning partiyasini biz 8:00 da ishladik. Shundan aryanlar, shuning uchun aziz davradoshlar sizlardan uzr so'raymiz. Sizlarga sabr taqat berdosh tilaymiz. Hamisha yaxshi kun bo'lsin, sog' bo'ling. Rahmat. Rahmat.
Zarif Boyag'ar, sog' bo'lin, salomat bo'lin. İşlaringizga rivoj, oilaviy baxt tilab qolamiz. Aytgan nasihatlaringizga amal qilamiz degan umiddaman. Rahmat. Aziz do'stlar, mana davramizni ochishga e'lon qilindi. Yana bir bora barchangizni mana shu to'y dasturxoni atrofiga chorlagan holda mana shu bugungi kechamizning shoh malikalari bo'lmuş Umidjon hamda Nargizaxonlarning o'z o'rnlariga o'tirishlarini tilab qolamiz. Jon ato etdim-u, baxting tiladim. Beqiyos baxtingni ko'rsatsin Alloh. Duoga qo'l ochib iqbol tiladim. Baxt to'yi hamisha bo'lsin deb panoh. To'y kuni aytilgan tilaklar yaxshi. Munavvar qalbimiz quvonchga to'lsin. Bulg'aysiz muazzam hayotning naqshi. Nikoh to'ylaringiz muborak bo'lsin deb bulara mana shu qurayotgan oilalari mustahkam bo'lishini, hayot yo'llari uzun, baxt safarlari mustahkam, bexatar bo'lishlarini tilab qolamiz. Va mana shu xonadon sohibi va sohibalari bo'lmuş Qodirjonamizni, Shahrimsog'imizni bugungi qo'shaloq to'y bilan yana bir bora muborakbod qilib, mana shu to'ybola Jamshidbekni ham Jamshidbekka uzoq umr, kelgusida bir el yurti uchun kerakli inson bo'lib yetishishini tilab qolamiz. Va navbatni san'atkorlarga beramiz. San'atkorim, san'atingdan bo'ldimlar. Sen taring dunyo tebratar. Yaxshi kuniga kuylayotgan kuylaring voh ajabo buncha dilni yayratar. Marhamat.
Tebrikliymiş bana. Sağ olun. Hepim bana. Nereden ben? Ya sen tez kiptir oraya. Aa, tez kiptir oraya. Sağlıklı akşama namaz avına. Elinde akşama. Mastavla yürüyen çağaylı yurtlardan Mastavla yürüyen çağaylı yurtlardan Ölüp ösken yüzlükten ayrılma Hürmelim çeklik diye nefsin yolunda Ama düşüp kanatından ayrılma Ama düşüp kanatından ayrılma hey ayrılma Arzın aytsan halka aytgın birin bar Çıdamlı bu çıdamsızlık an bekar Her yerde işlesen nesibeng durbal Vay bulay deyip izzetinden ayrılma Vay bulay deyip izzetinden ayrılma hey ayrılma Cenalar kül şalın ister Dağlar kül düşmanı dostlar Bir kadınlar yalga sözün rastlar Kadrin bilgen hürmetinden ayrılma Kadrin bilgen hürmetinden ayrılma hey ayrılma Bunu takip eden kadar. Yuyu bir de. Kim sakalı aç bulsa kimse bu hayvanlar Başına kozavası kozavayın tersinden almalım evde. Kozavayın arkasına alıp koyun. Aksinin vakti vali bilir Her ne gelse başına dilinden gelir Vaktin kula halk yadından ayrılma Vaktin kula halk yadından ayrılma hey ayrılma Vaktin kula halk yadından ayrılma hey Boşta sıra karamidi. Boşta sıra karamidi dediler. Gözlerinizi açmayın bana. Muaylara yeri yok mu? Ben bekleme. Yımına bir coğranlık geldi yine. Seyit mi ya? Bana adam bet bu bana. Adam bet bu.
etmezsin. Buna da hep çıkamam dedi. Böyle ikisi yorulmadı. Canımız yıkım yıksan yamana. Uçraşır günü geçer sürersen. Dillerden gören miydi sen bizi? Şundan beri düşlerime giresin.
Surmaklayan gözlere yaraşmal izlere naz eyleman bizlere duruşların başkaça naz eyleman bizlere soydaşların başkaça yaman. Çamurağına. Yarma çıkardı. Çamurağına olmadan kim lazım? Ben ben kim etse gerek. Çocuk yani ki duruşların başkaça
Aziz do'stlar, to'y davramiz davom qiladi. Navbatni mana shu xonadon sha'niga-yu bugungi kelin kuyovimiz hamda to'ybalarning sha'niga aytiladigan tabrik-yu dil qutlovlariga bersak. Farzand istar, inson istar farzand kamolini, erkalar suyib uning jamolini. Farzand uchun yashaydi bir umr inson, ko'rayin deb baxtu kamolini. Aziz do'stlar, davramizda Urganch Tuyamo'yin ichimlik suvi korxonasining boshlig'i Narimon Kenjayev mehmonlar. Tabrik so'zini Narimon onamizdan eshitsak, marhamat. Rahmat. Otama doğru aytdingizdan, ishdan yerimizni sevib. Shunda bilan zo'rlar. Yaxshi rahmat. Oy, shu qaldirayam meni bugun yaxshi yurtdagi Telefonu yakıştı. shu og'ama birinchidan uzoq umr tilayman. Shohnazabiy bilan birga qo'shadilar. Qalaversan shu 2 yoshga endi bugun uzoq baxt tilayman, uzoq umr.
Ömürleri uzak bo'lişi bilan yana bolalarim çok bo'lsin. Hamisha shu vaqt şoqlik bilan ömürleri uzak bo'lsin. Bu yerda kollektivimizda qadramı ümid etgan odamlar shu yaxshi niyat etib qadarcha berber verdiler. Şunu men adamlar tapşırasam deb iltimos etdilar. Şunu tapşırsam kadra yakıdak keseniz. Patraska. Yaxshi rahmat ağay. Xijolat bo'lmay yurgaysiz. Narimon, katta rahmat uka. Salom oilangga sog'lik, salomatlik tilayman, ishlaringizda muvaffaqiyat tilayman. Hozir bu chiqimiz abadiy o'g'ay. Endi xijolat bo'lmam bundan. Yaxshi, katta Rahmat. Do'st bilan obod uying. Gar bo'lsa ul vayrona ham, do'stkadan qo'ymas ekan, vayronadir kashona ham. Mana yana Qadirjon og'amizni ustozi hamda kasbdosh do'stimdan Kamoljon og'amiz davramizda tabrik so'zini Kamoljon og'amizdan. Marhamat. Rahmat. Assalomu alaykum. Davra qatnashchilari. Mana bugun Qadirjonami uyida bir yaxshi kun to'y. Qadirjonami shu shakrapini shu kalim bilan tabriklayman. Xudolarimni kelma tabriklayman. Qadirjona, siz kelgan garingdan bir baxtda kelgan bo'lg'ay. Oyog'ini cho'ashib davlatda kelgan bo'lg'ay. Ava. Shu g'alati ustida aqtiqlarni bag'ib o'tiraver ekansiz. Izini ko'paytirib. Ava, shu indigilar shu yetar etmez aqtiq bilan tabriklab o'tishim nasibat kelarim. Shu taqat hammasini shu yaxshi o'ylagan nasibat kelay. Ava. Tabriklaymiz. Yaxshi. Sog' bo'l. Rahmat, Kamoljon aka. Barchangizga rahmatlar aytib, minnatdorchilik bildirib, mudom shunday do'stlar davrasida to'ylarda diydorlashmoq sizlarga nasib ro'zi aytaversin deymiz. Kimki bo'lsa mard jasur, yuragi to'la g'urur, irodali va mag'rur, Tangri unga yor bo'lur. Yaxshilikdan tonmasa, boylik deya yonmasa, yomon yo'ldan yurmasa, pirlar madadkor bo'lur. Halol bo'lsa mehnati, odob bo'lsa ziynati, ezgu bo'lsa niyati, mushkuli oson bo'lur. Bir burda nonini ham ko'rsa el bilan baham, Alloh ko'rsatib karam, yaratgan hamrohi bo'lur. Aziz do'stlar, mana davramizda shu mahallamizning 9-son umumta'lim o'rta maktabimizning ustozlari bir guruh ustoz oramizda mehmon. Hozir maktabimiz direktori Jumanazar og'amizdan tabrik so'zini eshitsak, marhamat ustoz. Rahmat singlim. Assalomu alaykum hurmatli hamshirlar. Mana bugun mana shu mahallada o'zim bo'lib, shu mahallada shamol yetib, shu mahallada vatan tutib, ro'zg'orli bo'lib, bola chaqa ko'rib, yeyilib yozib yurgan xonadonlardan biri mana Matkarimovlar sulolasining ajoyib bir vakili Qadirverganlar Shahrinisolar xonadonida bugun katta to'y, ajoyib bazm. Bu kun ko'p yillardan buyon kutib, mana bugun Shahriniso bilan Qadirvergan do'stimizni orzusi ushaldi. Mana bugun sevimli o'g'liga kelin tushirdi. Bundan tashqari bu to'y qo'shaloq to'y. Mana bugun Qadirvergan o'zini sevimli ilk birinchi aqtiqi Jamshidbekni qo'lini halollab sunnat qilyapti. Mana bu yerda Qadirverganning xudosi Shamrat aka o'tiribdi. Undan tashqari Qadirverganning Jizzaxdan qaynog'alari Bustonboy boshliq bir guruh do'stlarimiz kelgan, birga o'tirib ham suhbat oldik. Juda bir ajoyib insonlar ekan. Mana shunday ajoyib kishilar xonadonida bugun to'y. Mana bugun davrani keng olib, do'stlar oldiga dasturxon noz ne'mat qo'yib, mana xizmat qilib yuribdi. Men
qadrlagan do'stimiza mana shu kelin qutlug' qadam bo'lib kelsin deyman. Bular 2 yosh baxtli bo'lsin, o'zlaridan ko'paysin. Qolaversa, qadrlaganni sevimli kelini Muhayyaxon bizning maktabimizda ajoyib o'qituvchi. Mana bugun Muhayyaning otasi bilan Badara buzrukdori bilan gaplashdik. Juda bir ajoyib inson ekan, dilkash inson ekan. Shu men aytdim, shunday ajoyib xonadondan chiqqanim uchun Muhayyaxon bir ajoyib fazilatga ega ekan deb o'zimcha o'ylab qo'ydim. Ana shu sunnat qilayotgan Jamshidbek akamiz qadrlaganlar sulolasini bir vaqtda ajoyib bir vakili bo'lib yetishsin. Qadrlagan do'stimiz shundan na umid tutgan bo'lsa 100-150% shunga erishsin. Bu Jamshidbek hech qachon kasal bo'lmasin. Uylantirgan to'ylarida ham Shamrat aka bilan birgalikda o'tirib, qadaqlarni ko'tarib, to'y aytib o'tirish nasib qilaversin. Mana bu yerda bir guruh ustozlarimiz kelgan, ustozlarimiz ham uzoq umr tilaymiz, ham maqsadimizda bo'lishini tilakdoshman. Yurtimizda to'kin sachillik bo'lsin. Mana shu yerda o'tirgan, sovuq bo'lsa ham sovuqni bildirmasdan o'tirgan ajoyib mehnatkash insonlar o'tiribdi bu yerda. Ana shu insonlarni ham omadlari kelaversin. Topgan tuqqanlar yaxshi kun to'ylarga buyursin. Qadrlagan do'stim uyingiz ham vaqt qo'ygani bo'lsin. Shu kelin bilan yana bir marta tabriklayman. Kelasiz shulardan biriroq davrani keng olib, Jizzaxdan Do'stonboylar ko'proq bo'lib kelsin. Yana qo'shqanlarni